Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabridan kavlab jasadini olib ketishlikka dinimiz dushmanlari tomonidan 4 marta harakat bo'lgan. Shuni ikkinchisi Nuriddin Zanki davriga to'g'ri keldi. Tarix kitoblarida keltiriladi, 557-yil Sulton Nuriddin tushida Rasulullohni ko'rdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Nuriddinga qarab, "Meni mana bu ikki kishidan qutqar" deb ikkita sariq kishini ko'rsatdi. Nuriddin Zanki uyg'onib ketdi-da, tahorat qilib namoz o'qib uxladi. Rasululloh yana tushiga kirib, yana boyagi so'zini qaytardilar. "Meni mana bu ikkita sariq kishidan qutqargin." Tahorat qilib 2 rakat namoz o'qib, yana uxladi. Yana tushida shu narsani ko'rdi. Rasululloh u kishiga "Meni mana bu ikkita sariq kishidan qutqargin" deyaptilar, sallallohu alayhi vasallam. Uyg'ondida uyqusi qochib ketdi. O'zini vaziri Jamoliddin Mosurini chaqirtirib keldida tushini aytib berdi. Vazir eshitib turib, "Nima qilib o'tiribsiz bo'lmasan?" dedi. "Tezda Madina Munavvaraga jo'ning" dedi. Ikkalasi birgalikda Madina Munavvaraga safar qilishdi. Yo'lda ketyapti, vazir Madina ahliga xabar yubordi. Sulton Nuriddin Zanki Madinaga kelyapti. Madina ahliga atab juda katta mablag'da o'zi bilan olib kelyapti. Shaharda yashayotgan har bitta odamni ismini qog'ozga yozib tayyorlab turinglar. Bironta odam qolmasin. Ular kirib kelishdi. Nuriddin Zanki Madinaga kirgan tongning kechasida qattiq chaqmoq momo guldiray bo'lib, Madinadagi tog'lar bir maydonlanib ketadigan darajada qattiq chaqmoq bo'ldi. Ular Madinaga kelishdi. Boyaga gap bo'yicha Madina ahliga nafaqatini tarqatishni boshlashdi. Hamma keldi, olar ekan, Nuriddin Zanki har bitta kelgan odamga tikilib qarar edi. Rasululloh unga tushida ko'rsatgan kishini qidirib. Hamma keldi, hamma nafaqani olib oldi. Lekin haligi odamlarni topmadi. Hamma keldimi deb so'radi. Ha deyishdi. Yaxshiroq o'ylaninglarchi. Ular "Yo, to'xtanglar. Mag'ribdan kelgan 2 ta odam bor. Mag'ribda 2 ta odam bor. Shular kelmadi" deyishdi. Shunda Nuriddin Zankining qalbi yorishib ketdi. "Olib kelinglar ularni" dedi. Ya'ni bu sirrini o'zi biladi, vaziri biladi. Ularni olib keldi. Nuriddin Zanki ularni ko'rdi-yu, darrov tanidi. Rasululloh tushida ko'rsatgan mana shu 2 ta kishi edi, sariq kishi. Ularga "Qayerdan sizlar?" dedi. "Mag'ribdanmiz, haj qilgani keldik. Hajdan keyin mana shu muborak joyda turishni ixtiyor qildik." Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujrasiga yaqin bo'lgan joyda ijaraga olib shu yerda turishgan bo'ladi. Sulton "Rostini aytinglar" dedi. Ular yana shu so'zini takrorlashdi. Sulton qayerda turishligini so'radi ulardan. Ular Rasulullohning hujrasiga yaqin bir yerda joy olib turganligini aytishdi. Odamlar maqtab ketishdi. Bular badavlat odam ekan, har kuni sadaqa qilishadi, doim namozda bo'lishadi, Baqiy qabristonining ziyoratiga juda tez chiqishadi deb gapirib maqtab ketishdi. Sulton ikkalasini ushlab turinglar deb qo'ydi-da, aytilgan ularning uyiga bordi, kavlangan tuproqni topdi. Sinchiklab qaraganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujrasi tomonga qarab kavlanayotgan bir chuqurni ko'rdi. Qaytib keldi, u ikkisini so'roqqa tutdi. "To'g'risini aytinglar." Qattiq urdi. Qattiq kaltakladi. Shundan keyin ular nasroniy ekanligini tan olishdi. Nasroniylar ularni mag'riblik hojilar bilan birga hajga yuborganligini hamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak jasadini o'g'irlab kelishlari uchun katta mablag' berishganlarini tan olishdi. Ular nima qilishardi? Tuni bilan o'sha chuqurni kavlab, o'zlari bilan olib kelgan xoltalariga tuproqni solib, Baqiy qabristonini ziyorat qilishlik bahonasi bilan kirardi-da, tuproqni shu yerga to'kib chiqishar edi. Ancha kavlab qo'yishgan edi, birodarlar. Rasululloh hujrai saodatiga yaqinlashib qolgan edi. Rasulullohning hujrasiga yaqinlashib qolganligida chaqmoq chalgan edi. Kechasi, ana shu kechaning tongida Nuriddin Zanki o'zini vazir bilan Madina Munavvaraga kirib kelgan edi. Bu 2 kishi aybini tan oldi. Sulton bularni bo'yniga qilich urishlikka buyurdi va qattiq yig'ladi. Alloh taolo boshqaga emas, ayni o'ziga shu ishni qilishlikni ilhomini berganligi uchun, Rasululloh ayni undan yordam so'raganligi uchun, Rasululloh ayni unga shu ishni buyurganligi uchun shukronasiga qattiq yig'ladi. Kim? Nuriddin Zanki. Qaysi qo'mondon
mana shunday tush bilan maqtana oladi. Qaysi fotih, qaysi sulton Rasulullohni xos unga murojaat qilib ish buyurganligi bilan faxrlana oladi. Birodarlar, Rasulullohni muborak jasadini qabridan kavlab olib ketishlikka 4 marta harakat bo'lgan. Ikkitasi nasroniylar tomonidan, ikkitasi zindiq podshohlar tomonidan. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujrasining atrofiga chuqur kavlatishni buyurdi. Chuqur kavlagandan keyin juda katta miqdordagi qo'rg'oshin olib keldi, eritib quyishlikni buyurdi. To'ldirildi qo'rg'osh bilan. Shunday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujrai saodati yer taydan qo'rg'oshdan bo'lgan devor bilan himoya qilindi.